Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. SSR davrida ishlagan. Lekin o'sha yillardagi ish staji pensiya hisobida to'liq ko'rinmayotgan yoki umuman hisobga olinmagan pensionerlar uchun kutilmagan yangilik va imkoniyatlar paydo bo'lishi mumkin. Bu mavzu faqat bugun pensiya olayotganlarga emas, balki ota-onasi, buvisi, bobosi, qaynonasi yoki qaynotasi pensiya yoshida bo'lgan har bir oilaga tegishli. Chunki bir dona arxiv ma'lumotnomasi, bitta eski mehnat daftarchasidagi yozuv yoki ilgari e'tibordan chetda qolgan ish davri pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman, hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki ko'p pensionerlar o'z huquqini bilmagani uchun yillar davomida kamroq pensiya olib kelgan bo'lishi mumkin. Men bugun hammasini oddiy tilda, misollar bilan. Kim xavotir olishi kerak? Kimning holati tinch? Qayerga borish kerak? Qanday hujjat yig'ish kerak? Arizada nimalar yozilishi kerak? Barchasini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida pensiya tayinlashda asosiy hujjat sifatida mehnat daftarchasi qaralgan. Agar inson SSR davrida zavodda, kolxozda, sovxozda, maktabda, shifoxonada, qurilish tashkilotida, temir yo'l tizimida yoki boshqa korxonada ishlagan bo'lsa, bu davr mehnat daftarchasida aniq yozilgan bo'lishi kerak edi. Masalan, qachon ishga qabul qilingan, qachon ishdan bo'shagan, lavozimi qanday bo'lgan, buyruq raqami bormi, korxona muhri bormi, imzo bormi, shular tekshirilgan. Lekin hayotda hammasi ideal bo'lmagan. Ayrimlarning mehnat daftarchasi yo'qolgan, ayrim korxonalar tugatilgan. Ba'zi arxivlar boshqa tumanga yoki viloyatga o'tkazilgan. Ba'zi yozuvlarda muhr xira tushgan, sana noto'g'ri yozilgan, familiya nikohdan oldingi familiya bilan qolib ketgan, otasining ismi boshqacha yozilgan. Natijada odam haqiqatan ham 5 yil, 10 yil, hatto 20 yil ishlagan bo'lsa ham pensiya hisobida bu davr to'liq ko'rinmasligi mumkin. Endi nima o'zgarmoqda? Eng muhim o'zgarish shundaki, davlat organlari arxiv ma'lumotlari, elektron bazalar, eski korxona hujjatlari va boshqa tasdiqlovchi manbalar orqali stajni qayta ko'rib chiqish imkoniyatlariga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Men buni shunday tushuntiraman. Ilgari pensionerning zimmasida isbotlab kel degan yuk ko'proq bo'lgan bo'lsa, hozir ko'p hollarda idoralar o'zaro so'rov yuborishi, arxivdan ma'lumot olishi, ma'lumotlarni solishtirishi mumkin. Albatta, bu hamma uchun avtomatik pul qo'shiladi degani emas. Lekin hujjatlari bor. Mehnat davri tasdiqlanadigan, ilgari hisobga kiritilmagan ish stajiga ega pensionerlar uchun real imkoniyat bor. Men bu yerda bitta narsani aniq aytaman. Hech kim hamma pensionerlarga birdan katta ustama beriladi deb o'ylamasin. Masala individual ko'rib chiqiladi. Kimning ish staji yetarli hujjat bilan tasdiqlansa, kimning pensiya hisobida xatolik aniqlansa, kimning arxiv ma'lumoti topilsa, o'sha odamda pensiya qayta hisoblanishi ehtimoli paydo bo'ladi. Shuning uchun bugungi mavzuning eng katta qiymati shundaki, siz o'zingiz yoki yaqinlaringiz hujjatlarini tekshirishni boshlaysiz. Endi kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerakligini batafsil aytaman. Birinchi navbatda SSR davrida rasmiy ishlagan, lekin hozirgi pensiya hujjatlarida o'sha yillar to'liq aks etmagan pensionerlar xavotir olish kerak. Masalan, ayol kishi 1975-yildan 1976 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan, keyin farzand tarbiyasi bilan uyda bo'lgan. Keyin 1990 yildan yana maktabda texnik xodim bo'lib ishlagan. Pensiya tayinlanganda esa tikuv fabrikasidagi 8 yil stajdan faqat 3 yil hisobga olingan bo'lishi mumkin. Nega? Chunki mehnat daftarchasidagi bir yozuvda muhr tushmagan, boshqa yozuvda buyruq raqami ko'rsatilmagan yoki arxiv ma'lumoti vaqtida topilmagan. Mana shu holatda qayta tekshiruv katta ahamiyatga ega. Ikkinchi toifa, kolxoz va sovxozlarda ishlaganlar. Men amaliyotda eng ko'p muammo aynan shu joyda uchrashini ko'raman. Chunki kolxoz davridagi ishlar doim ham hozirgi rasmiy ish kabi aniq hujjatlashtirilmagan. Kimdir paxta terimida, dala brigadasida, chorvachilik fermasida, suvchilikda mexanizator bo'lib, traktorchi bo'lib, hisobchi yordamchisi bo'lib ishlagan. Lekin hujjatlarda faqat kolxoz a'zosi deb yozilgan bo'lishi mumkin. Ba'zida ish kunlari mehnat daftarchasida emas, balki kolxozning ish haqi ro'yxatlarida, tabela yoki arxivdagi shaxsiy hisob varaqalarida saqlangan bo'ladi. Shuning uchun bu insonlar menda mehnat daftarchasida yozilmagan, demak bo'ldi deb taslim bo'lmasligi kerak. 3-toifa nomi o'zgargan korxonalarda ishlaganlar. Masalan,
Odam 1980-yilda kommunal zavodiga ishga kirgan. Keyin bu zavod nomi o'zgargan. Keyin aksiyadorlik jamiyatiga aylangan, keyin tugatilgan. Pensiya organi eski nomni topa olmasa yoki hujjatlarda nomlar mos kelmasa, staj masalasi osilib qolishi mumkin. Bunday paytda korxonaning nomi o'zgargani, huquqiy voris kim bo'lgani, arxiv qayerga topshirilgani bo'yicha alohida ma'lumot kerak bo'ladi. 4-toifa, boshqa respublikalarda ishlaganlar. SSR davrida ko'pchilik Qozog'iston, Rossiya, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston yoki boshqa hududlarga borib ishlagan. Masalan, erkak kishi 1975 yildan 1974 yilgacha Qozog'istonda qurilish brigadasida ishlagan, keyin O'zbekistonga qaytgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin arxiv boshqa davlatda. Bunday holatda jarayon biroz cho'zilishi mumkin. Chunki so'rov xalqaro yoki idoralararo tartibda yuboriladi. Lekin bu umuman imkonsiz degani emas. Muhimi, hujjatlarni tartibga solish va rasmiy murojaat qilish. Endi real misollarni ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, Rahima opa 68 yoshda. U pensiyaga chiqqaniga 10 yil bo'lgan. Pensiya tayinlanganda uning umumiy staji 22 yil deb hisoblangan. Lekin aslida u 1979 yildan 1947 yilgacha tuman savdo tashkilotida sotuvchi bo'lib ishlagan. Bu 8 yil. Mehnat daftarchasida bir qismi bor. Lekin 4 yilga oid yozuv noaniq bo'lgani uchun hisobga olinmagan. Agar arxivdan ish haqi ro'yxati, buyruq nusxasi yoki shaxsiy varaqa topilsa, o'sha 4 yil stajga qo'shilishi mumkin. Bu esa pensiya miqdorini qayta hisoblashga asos bo'ladi. Yana bir misol. Sobir aka 72 yoshda 1960 yillarda sovxozda traktorchi bo'lib ishlagan. U og'ir sharoitda ishlagan, mavsumda kecha-yu kunduz dalada bo'lgan. Lekin pensiya tayinlanganda ayrim yillar tasdiqlanmagan deb chiqarib tashlangan. Sobir aka endi kech bo'ldi deb yuribdi. Men bunday odamlarga aytaman, kech bo'lgani yo'q. Agar arxivda ish haqi qaydnomalari, buyruqlar, tabel yoki boshqa hujjatlar saqlangan bo'lsa, qayta murojaat qilish mumkin. Pensiya qayta hisoblanganda miqdor qanchaga oshishini oldindan aniq aytib bo'lmaydi. Chunki bu ish staji, ish haqi. Pensiya tur va amaldagi hisob-kitob qoidalariga bog'liq. Lekin 20 ming so'm bo'ladimi? 100 ming so'm bo'ladimi? Undan ko'proq bo'ladimi? Bu baribir pensioner uchun muhim pul. Yana bir vaziyat. Gulnora opa mehnat daftarchasini yo'qotgan. U menda hech narsa qolmagan deb o'ylaydi. Aslida bunday holatda ham imkoniyat bor. Ishlagan korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari davlat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Agar korxona hozir ham faoliyat yuritayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limi yoki arxiv bo'limida eski buyruqlar saqlangan bo'lishi mumkin. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, uning vorisi topilishi mumkin. Demak, mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'lsa ham, rasmiy ma'lumotnomalar orqali stajni tiklash yo'li bor. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak. Agar pensioner pensiyaga chiqqanda barcha staj to'liq hisoblangan bo'lsa, mehnat daftarchasi tartibli bo'lsa, arxiv ma'lumotlari allaqachon olinib pensiya hujjatlarida saqlanayotgan bo'lsa, bunday odamda katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Lekin men baribir hujjatlarni bir marta tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki ko'pincha odam hammasi hisoblangan deb o'ylaydi, lekin pensiya ishida bir necha yil kam ko'rsatilgan bo'ladi. Endi istisnolar va yashirin nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik jihat, har qanday eski hujjat stajni avtomatik tasdiqlamaydi. Masalan, odamda eski surat, faxriy yo'rliq, kasaba uyushmasi bileti yoki hamkasblar bilan tushgan fotosurat bo'lishi mumkin. Bular yordamchi dalil sifatida foydali bo'lishi mumkin, lekin odatda asosiy tasdiq sifatida rasmiy hujjatlar kerak bo'ladi. Eng kuchli hujjatlar. Mehnat daftarchasi, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi qaydnomalari, shaxsiy hisob varaqalari, arxiv ma'lumotnomalari, harbiy xizmat hujjatlari, o'qish yoki amaliyot davriga oid rasmiy hujjatlar. Ikkinchi nozik jihat, ism familiya mos kelmasligi. Ayollar ko'pincha turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Masalan, mehnat daftarchasida Karimova Dilbar deb yozilgan. Hozir pasportda Tursunova Dilbar bo'lishi mumkin. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgargani tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, arxivdagi yozuvni hozirgi shaxs bilan bog'lash qiyinlashadi. Shuning uchun ayol pensionerlar nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati, familiya o'zgarishi haqidagi guvohnoma kabi hujjatlarni albatta tayyorlab qo'yishi kerak. Uchinchi nozik jihat, sana va buyruq raqamlaridagi xatolar. Masalan, mehnat daftarchasida ishga kirgan sana 1990 yil
5 may deb yozilgan. Arxivda esa buyruq 1917-yil 15 may bilan chiqqan. Yoki ishdan bo'shash sanasi bir joyda 1918-yil, boshqa joyda 1919-yil ko'rsatilgan. Bunday xatolar darrov rad etiladi degani emas, lekin tushuntirish, qo'shimcha hujjat yoki arxivdan aniqlashtirilgan ma'lumot kerak bo'ladi. Men har doim aytaman, hujjatdagi mayda xato katta muammoga aylanishi mumkin. Shuning uchun har bir sana, har bir ism, har bir muhit tekshirilishi kerak. 4-nozik jihat, norasmiy ish davri. Agar inson SSR davrida kimningdir uyida, bozorda, mavsumiy ishda yoki hujjatsiz brigadada ishlagan bo'lsa, buni staj sifatida tasdiqlash qiyin. Pensiya tizimi odatda rasmiy mehnat faoliyatini hisobga oladi. Shuning uchun men ishlaganman, hamma biladi degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Lekin agar o'sha ish bo'yicha ish haqi ro'yxati, tashkilot hujjati, sud qarori yoki boshqa rasmiy dalil topilsa, vaziyat o'zgarishi mumkin. 5-nozik jihat. Pensiya qayta hisoblanishi har doim ham o'tgan yillarning hammasi uchun katta to'lov beradi degani emas. Ko'pchilik shunday o'ylaydi. Agar menga 10 yil oldin kam pensiya tayinlangan bo'lsa, demak 10 yillik farqni birdan berishadi. Amalda esa bu masala qonunchilik, murojaat sanasi, xatolik kim tomonidan sodir etilgani, hujjat qachon taqdim qilingani va boshqa omillarga bog'liq. Shuning uchun men hech kimga oldindan aniq summa va'da qilmayman. To'g'ri yo'l avval stajni tasdiqlash, keyin pensiya organidan rasmiy qayta hisob-kitob talab qilish, keyin javobni yozma shaklida olish. Yana bir muhim jihat, ayrimlar vositachilarga ishonib qoladi. Kimdir kelib, men sizga 2 million so'm evaziga staj qo'shib beraman deyishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Bunday va'dalarga ishonmang. Stajni faqat rasmiy hujjatlar asosida rasmiy organlar tan oladi. Hech kim tanish orqali yo'q stajni qonuniy qilib qo'shib bera olmaydi. Agar hujjat qalbakilashtirilsa, bu pensionerning o'ziga ham zarar keltirishi mumkin. Shuning uchun faqat davlat arxivi, pensiya jamg'armasi bo'limi, sobiq korxona vorisi, hudud va boshqa rasmiy yo'llar orqali harakat qiling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, pensionerning mavjud hujjatlarini yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, harbiy bilet, diplom, eski ma'lumotnomalar, ish joyidan berilgan qog'ozlar, faxriy yorliqlar, kasaba uyushmasi bileti, ish haqi haqida eski ma'lumotlar, hammasini bitta papkaga soling. Hujjatlarning asl nusxasini alohida, nusxalarini alohida saqlang. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchasini diqqat bilan o'qing. Qaysi yillarda ishlagan, qayerda ishlagan, qachon bo'shagan, yozuvlar ketma-ketmi, orada bo'shliq bormi, muhr bormi, imzo bormi, korxona nomi o'qiladimi? Shularni tekshiring. Masalan, 1906 yildan 1910 yilgacha ish bor, keyin 1905 yilgacha bo'shliq turibdi. Siz pensionerdan so'rang, shu 5 yilda qayerda ishlagansiz? Ko'pincha odam eslaydi. Men o'sha payt kolxozda omborchi bo'lganman yoki tuman kasalxonasida sanitarka bo'lib ishlaganman. Mana shu eslangan joy bo'yicha arxiv izlash boshlanadi. 3-qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz yashaydigan tuman yoki shahar bo'limiga boring. U yerda pensiya ishi bilan tanishish, staj qaysi yillar bo'yicha hisoblangani bilish va qayta tekshiruv so'rash mumkin. Arizada quyidagicha mazmun bo'lishi kerak. Mening SSRI davrida ishlagan falon yillardagi ish stajim pensiya hisobida to'liq aks etmagan deb hisoblayman. Ushbu davrlarni qayta tekshirib, arxiv so'rovlari yuborishingizni va pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Albatta arizada ish joylari, taxminiy yillar, lavozimlar va mavjud hujjatlar ko'rsatiladi. 4-qadam, davlat arxiviga murojaat qiling. Agar qaysi korxonada ishlagani aniq bo'lsa, o'sha korxona hujjatlari qaysi arxivda saqlanishini aniqlash kerak. Tuman arxivi, viloyat arxivi yoki idoraviy arxiv bo'lishi mumkin. Arxivga murojaatda ish joyi nomi, ishlagan yillari, lavozimi, tug'ilgan sana, o'sha davrdagi familiya, hozirgi familiya va aloqa raqami yoziladi. Agar ayol kishining familiyasi o'zgargan bo'lsa, bu alohida ko'rsatiladi. 5-qadam, javobni og'zaki emas, yozma oling. Men buni juda muhim deb bilaman. Ko'p odam idoraga boradi, xodim topilmadi deydi, odam qaytib ketadi. Yo'q, bunday qilmaslik kerak. Agar arxivda hujjat topilmasa, hujjat topilmadi degan yozma javob so'rang. Agar pensiya jamg'armasi stajni qo'shmasa, nima sababdan qo'shilmaganini yozma ravishda so'rang. Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda shikoyat qilish
yuqori tashkilotga murojaat qilish yoki sudga chiqish imkoniyati bo'ladi. 6-qadam, agar hujjatlar topilmasa, muqobil dalillarni izlang. Ba'zan ish haqi qaydnomasi yo'q, lekin shaxsiy tarkib bo'yicha buyruqlar saqlangan bo'ladi. Ba'zan mehnat daftarchasi yo'q, lekin sobiq korxona vorisi ma'lumotnoma beradi. Ba'zan arxivda familiya eski shaklida yozilgan bo'ladi. Ba'zan hujjat boshqa fond nomi ostida turadi. Shuning uchun birinchi rad javobidan keyin darrov to'xtab qolmang. Arxiv xodimidan korxona nomi o'zgarmaganini, hujjatlar qaysi fondga topshirilganini, boshqa arxivga yuborilgan bo'lishi mumkinligini so'rang. 7-qadam, kerak bo'lsa huquqiy yordam oling. Agar pensiya jamg'armasi hujjatlarni qabul qilmasa, arxiv ma'lumotini noto'g'ri baholasa yoki sizga tushunarsiz javob bersa, bepul yuridik maslahat markazlari, advokatlar, mahalla mas'ullari yoki fuqarolar qabulxonalari orqali yordam so'rash mumkin. Ayniqsa katta staj masalasi bo'lsa, masalan, tekis yil, undek yil hisobga olinmay qolgan bo'lsa, buni oxirigacha tekshirtirish kerak. Men pensionerlarga yana bir amaliy maslahat beraman. Hamma narsani yozib boring. Qaysi kuni qayerga bordingiz, kim bilan gaplashdingiz, qaysi hujjatni topshirdingiz, qaysi raqam bilan ariza qabul qilindi, javob qachon kelishi kerak, barchasini daftar yoki telefoningizga yozing. Chunki idoralar bilan ishlaganda tartib juda muhim. Agar ariza ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, uning kirim raqamini oling. Agar hujjat nusxasini topshirsangiz, o'zingizda ham nusxa qolsin. Asl hujjatni zarurat bo'lmasa topshirmang. Ko'rsatib, nusxasini berish yaxshiroq. Yaqinlariga ham alohida murojaat qilaman. Agar sizning ota-onangiz yoki buyingiz bobongiz pensiyada bo'lsa, ularni yolg'iz yubormang. Ko'p yosh katta insonlar idorada hayajonlanadi, savollarni unutadi, hujjatlarni aralashtirib yuboradi yoki mayli, kerak emas deb qaytib keladi. Siz birga boring, savollarni oldindan yozib oling. Hujjatlarni tartiblang. Ba'zida yoshlarning bir kunlik yordam pensionerning umrbod pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Bugun men tushuntirgan asosiy fikr shuki, SSR davrida ishlagan pensionerlar o'z ish stajini yana bir bor tekshirtirish kerak. Agar mehnat daftarchasida bo'shliq bo'lsa, korxona tugatilgan bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, kolxoz yoki sovxoz davri to'liq hisobga olinmagan bo'lsa, boshqa respublikada ishlagan yillar bor bo'lsa, bularning hammasi tekshiruvga arziydi. Bu jarayon har doim ham oson emas, lekin rasmiy hujjat topilsa, pensiya qayta hisoblanishi uchun asos paydo bo'lishi mumkin. Men sizga qat'iy tavsiya qilaman. Hujjatlarni yig'ing, mehnat daftarchasini tekshiring, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Arxivdan ma'lumot so'rang va og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Eng muhimi, vositachilarga ishonmang, hammasini qonuniy va rasmiy yo'l bilan qiling. Agar siz yoki yaqinlaringiz SSR davrida ishlagan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi yillarda, qayerda ishlagansiz va stajingiz pensiyada to'liq hisoblanganmi? Men sizlarning holatlaringizni o'qib, keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan muammolarni alohida tushuntiraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri hujjat insonning pensiya hayotida katta farq qilishi mumkin.